Jigar, qorin ochib ketdi-yu, bu narsa tayyorlab bering. Nima qilib beray? Sho'rva qo'yib beray. Sho'rvani o'zingiz ichasiz. Menga go'sht tayyorlab bering. Ha, bo'ldi, go'sht bo'lsa go'shtda. Voy. Hayotga bir marta kelamiz-u, mazza qilib go'sht yeb yashaylik, to'g'rimi? Qani piyozdan boshlaymiz. Ochopat qanday qilardi? Dup. Bismillah. Vau. Go'sht yumshoq bo'lib pishibdi. Qo'lda yegan mazza ekan baribir. Xuddi men qalampir yeydigandek qalampir ham qilib qo'yishibdi. Do'stlar, bu yerda mol go'shti va qo'y go'shtidan jiz, bu yerda mol go'shti va qo'y go'shtidan achchiq go'sht. Aka, Namanganda achchiq go'shtni trendga chiqarib yuboribsiz-ku? Sizga yoqdimi E'zozaxon? Ha, juda ham yoqdi. Do'stlar, sizlar ham kelib achchiq go'shtdan bir yeb ko'ringlar. Do'stlar, Namanganda Saribon oshxonani bilmagan odamga o'zi bo'lmasa kerak. Bilmaganlar uchun Hamza Kalsoydan mikronga ketaverishda chap qo'lda Saribon oshxonasi. Saribonda hammani kutib qolamiz. Kelaverasizlar.